Assalamu alaikum hurmatli YouTube ko'ruvchilar. Assalomu alaykum qadamjoy janlatlar YouTube kanalining qatorlovchilari. Amansizlarmi? Hurmatli shaharimizdin turg'unlari, jana mehmonlari, sizlardan olisdan kelib, qursag'ingizlar ochib, shunday birdaka chay olsam ekan degan o'yda kelgan bo'lsangizlar, buni bizning ortimizda turgan Samsa degan samsaxonaga jo'g'losa Chaqan kafega kelsangizlar bo'ladi. Bu yerda sizlarda dandu samsalar bilan pirojka, jana fransuska attığı bir yaxshi pirojka bilan jana lunch tamoq ashlarining barliq turlari bor ekan. Shu yerda sizlarga yaxshi fe'li ko'rsatishadi. Hozir ichiga kirib tanishib chiqaylik. Hurmatli ko'ruvchilar, bu yerda orientirni aytib o'tay. Mana vokzal. Sizlar vokzaldan kelasizlar. Vokzaldan marşrutlardan, taksilerden düşüp vokzaldan bet mangdayı bilen shunday basıp kelsangizlar, Okna Qizilbuloq taksilerinin Ayko'l mini marketiga qo'sha joylashgan Samsa attığı Minutka kafe. Hurmatli ko'ruvchilar, sizlar olis yaqindan kelasizlar. Olis chopar basıp kelganingizda o'shul vokzaldan tushib, uni vokzaldan betmandaydan sodalarning oldidan basıp kelib turib, Okna Qizilbuloq taksilerinin aralab o'tib, tetiga ko'rinib turgan mini market Ayko'ldan qo'sha joylashgan samsaxona Chaqan Minutka kafega kelasizlar. Bu yerda sizlarni jilov kutib olishadi. Hoş geldinizler. Bu yoqdan Podzemniydan kelasizlar. Yo'ldan kelib, ushul vokzaldan Okna Qizilbuloq stayankasidan art jag'ida uni turgan Samsa degan Minutka kafe. Ushul yerga kelasizlar. Hurmatli ko'ruvchilar, hurmatli mehmonlari, bu yerda o'ta davomli tamoqlar tayyorlayotgan. Bu yerga kelsangizlar, sho'rpa, osh, mastava, manti bo'lganda ham o'zgacha Uyg'ur manti. Shundaylar tag'i samsa, Görünme samsa deb qo'yayotgan, ichida go'shti, eti bilan. Fransuskiy degan bir yaxshi pirojkasi bor ekan. Bizning tilda aytganda pirojka bo'lsa, shu fransuskiy deb qo'yishayotgan, ichida tovuqning eti, sir, mayonez, bit bor ekan. Damli o'tdi, damli. Pirojka cho'ng-cho'ng. Bir qoshiq kartoshkasi bilan. Jana sosiska testida, jana tovuqning golem. Akarashkamiz jana tovuqning buti deb qo'yildi. Hatta damda tayyorlashayotgan kofe, chay, nan. Bizgisi bu yerda tamoqlarning arzonligi bunday cho'ntoylab ekan. Misalga bir manti, chay olsangiz 120 so'm ekan. Eğer bir lunch kılıp verse bir şorba mantı, civosaş
же болбосо мастеба манты аш кылып берет экен, ошонусу нан чайы менен 150 сомго туура келет экен. Бардык нарктары чоңтойгап өтө сонун, жакшы, даамдуу тамактар. Кош келиңиздер.